moda de ochlar. Ko'cha sochlar. Barchaga salom. Bugun sizlarga Jahongir Otajonovning Moda nomli klipini qanday olganimiz haqida aytib beraman. Birinchi o'rinda klipga to'g'ri keladigan aksessuar va kiyimlarni Tubi magazini va Anor Couture'dan oldim. Keyin esa mani eski kolleksiyamni qo'shib Rahima va Tumaris shogirdlarim bilan birgalikda modellarimiz uchun obraz yaratishni boshladik. Klipdagi qizlarning obrazining ma'nosi boylik sevuvchi, lekin o'z tabiiy go'zalligini yo'qotib qo'ygan insonlar haqida edi. Grimyorimiz bilan syomishni plashatkaga yetib kelib, stilist komandamiz bilan ko'rishib oldik. Va, конечно, 5 ta glavni roldagi modelimni o'zim agentvamdan Cosmodels'dan oldim. Sovqatgan Gulshandan sizlarga salom. Короче, tezda stilistlar bilan ishga tushib ketdik, chunki oldinda grim ishlari ham bor edi. Hamma modellarga shunaqa chulkidan maska yopishtirib, sochiga maksimal darajada nachos berilishi kerak edi. Va Jahongir akani ham kiyintiradigan vaqtimiz keldi. Klipimiz horror va retro yo'nalishda bo'lgani uchun polosati kiyim va ritsarskiy yaltiroq balaklava qo'shmasam bo'lmasdi. Boyotchadek ko'ryapsizda. Kadrda, конечно, hammasi idealni turdi. Как же я люблю хоррор и сказочный vibe. Menimcha faqat Jahongir akaning klipida bunaqa mazza qilib ishlash mumkin. Bunga esa erkin san'at deydilar o'rtoqlar. Modellarimiz tayyor bo'lgandan so'ng rejissyorimiz Sardor ularga zadacha berdilar. Shunaqa shikarni kadrlar olgandan keyin bizani Jahongir aka keyingi lokatsiyaga olib ketdilar. Gulshanga model sani ovqat ko'p yema deb urishib turgan paytim bizga ham ovqat olib kelishsa bo'ladi. Mazza qilib yeb olganimizdan keyin men arendaga olgan etigimni tagiga skotch yopishtirishni boshladim. Jahongir akaning ikkinchi obrazi protsessda, massovka obrazlari protsessda va choy poyla тоже protsessda. Jahongir akaning kommentlarini o'qish no это klassik. Grimyorimiz Malika esa hammani makiyajni namlovit qilib. Ikkinchi obrazimiz esa bu ovchi obrazi. Shuning uchun polni qop-qora qilib, yelkalariga исторический yaltiroq dasbeh qildik. Ko'zlariga piratskiy повязка berib, idealniy portretni zonani подчеркнуть qildik. O'ylangki, bu bir supergiroy obrazi. Ya'ni soxta insonlardan qutqaruvchi qahramon. Va uchinchi obrazimizga ham yetib keldik. Bu olim professor obrazi. Ya'ni nimaga insonlar pul, trend, moda uchun hamma narsaga tayyor bo'lib, soxtalashib o'zligidan uzoqlashib ketgan insonlarni izuchat qilaman deb, ularga yem bo'lgan inson roli. Задача и motivatsiya нашего rejissyora. O'ylaylik, barcha bu kadrlarni shovqinsiz olishimiz kerak edi, chunki syomka больницада bo'layotdi. Voy, meni eng yoqtirgan sahnalarim shu Jahongir akani qochayotgan payti edi. Kstati, modellarni qo'lidagi tirnoqlarni grimyorimiz bittalab yasab chiqqanlar. 15 ta modelga shunda nechta tirnoqdan tushyapti, bir sanab ko'ringlar. Kechasi soat 2 hamma charchadi va ozgina och qoldi. Bu sahnada esa Jahongir aka qizlarga oyna ko'rsatyapti va ular qo'rqyapti. Idealniy kadr. Soat ertalab 4 va мы до сих пор изучаем шимарок девушек. Endi mashtada kommentariyalarni tagida tillik qarish tanishlarni отметка qilmasanglar bo'ladi. Hamma kadrlar olindi, hamma narsa izuchat qilindi. Hammaga пока. Klip обязательно ko'ringlar. Bye. Спасибо.